Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ozmoqchi bo'lgan insonlar yeyish kerak bo'lmaydigan mahsulotlar haqida gapiraman. Birinchisi mayonez. Mayonez juda ham kilokaloriyali, ya'ni yuqori kaloriyaga ega bo'lgan mahsulot. Sababi buni tarkibida jir, ya'ni yog'lar ko'p. Shu uchun azizlar, ozmoqchi bo'lsangiz, mayonez yemang. Ikkinchisi semichka. Odamlar, xalqimiz semichkani yaxshi ko'rishadi. Gurunglash vaqtida, kino ko'rish vaqtida, futbol ko'rish vaqtida chaqishadi. Maslahat bermayman. Ozmoqchi bo'lgan insonlar chaqmanglar. Semichka tarkibida ham yog' bo'lgani uchun kaloriyasi baland. Uchinchisi shirinliklar. Pechene bo'ladimi, tort bo'ladimi? Bular tarkibida ham jir, yog'lar va uglevod bo'lganligi uchun yeyish tavsiya qilinmaydi. To'rtinchisi har qanday qovurilgan mahsulotlar. Qovurilgan go'sht bo'ladimi yoki moyda pishirilgan, ya'ni pirashka bo'ladimi, kartofilni fri, yog'da qovurilgan kartoshka bo'ladimi, yeyish tavsiya qilinmaydi. Ana shunaqa do'stlar. To'rtinchisi esa ichimliklar. Odam ichimlik ham insonni semirishiga sabab bo'lishiga ancha muncha odam e'tibor bermaydi. Ko'radi, shirin shakar bo'lgan, ya'ni shakarli soklar, kolalar, ba'zi bir kokteyllar, bular ham sizni semirtiradi, semirishingizga sababchi bo'ladi. Ozmoqchi bo'lgan insonlar umuman bunaqangi narsalarga yaqinlashmasligi kerak. Endi bunaqangi narsalarga bukkasidan ketgan odam bo'lsa-chi, misol bir oyda 20 dona kola ichadi, yoki 20 dona sok ichadi. Buni 15 taga, 10 taga, 5 taga tushirib yo'qib tashlashligi kerak bo'ladi. Siz bunaqangi oddiy qonun qoidalarga ahamiyat bermasangiz, ozolmaysiz. Shunday holatlar bo'ladiki, siz 10 kilometr yo'l yursangiz ham ovqat yeyish tarziga amal qilmasangiz ozmaysiz. Tashakkurlar.